Agar zamonaviy farmatsevtika sog'lom raqobat qoidalariga rioya qilgan holda ish yuritganda edi, insoniyat salomatligidagi omillar bunchalik murakkablashib ketmagan va ona tabiat in'om etgan dorivor giyohlar bizdan bu qadar uzoqlashmagan bo'lurdi. Xalq tabobatida ming xil dardga davo bir qancha o'simliklar atayin yo'q qilindi, nomi o'zgartirildi, siyosiy tus berilib, yomonotliq qilindi. Ayni paytda shunday o'simliklardan biri kavrak Kattaqo'rg'on tumanining keng adirliklarida madaniylashtirilgan holda ko'paytirilmoqda. Boburjon, mana shu Kattaqo'rg'on suv omborining yon taraflarida o'tiribmiz-da. Bu joyda nima joy deyiladi va bu yerda qanday o'simliklarni rivojlantiryapsiz? Kattaqo'rg'on tumani Alan Chordara mahalla fuqarolar yig'ini qarashli yerlar. Bu yerda kavrak plantatsiyasini boshlaganmiz 2020-yilda. Lotincha nomi Ferula foetida deyiladi. Bular lalmi yerda ekilgan. Bu kavrak asosan endi O'zbekiston xalqining ko'pchiligiga noma'lum bo'lgan o'simlikda, endi o'sha tabobatda ham noma'lum jihatlari bor. Mana shu kavrak o'simligi, men adashmasam, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatining tog'li joylarida ko'proq o'sadi-da. Sizlar buni qanday ko'paytirgansizlar? O'sha yovvoyi holdagini madaniylashtirganmisizlar? Bu o'simlik Surxondaryo, Qashqadaryo, Dehqonobod tumanlarida, Tojikiston, Afg'onistonlarda asnonoy tog' joylarda o'sadi, tog' va cho'l zonalarida bo'ladi. Buni ham 99 xil turi bor. Hozir bizda tog'da o'sadigan navdan mahalliy anaqada o'ljan navi deyiladi. Mana shunaqa navdan ekilgan. Kavrak o'simligining xususiyatlari. Kavrak tarkibida efir moylari, smolalar, shifobaxsh moddalar bor. Hazmni yaxshilaydi, shamollashning oldini oladi, og'riqni kamaytiradi va antiseptik ta'sirga ega. Endi bu tog'larda o'sadigan o'simlikda, endi buni qanday qilib ko'paytirgansiz? Urug'idan ko'paytiriladimi, qalamchalardan ko'paytiriladimi yoki boshqacha uslubda ko'paytiriladimi? Biza buni qalamchasidan olib ko'paytirganmiz. O'zi urug'idan ekiladi, urug'idan ko'chat bo'lganidan keyin ko'chat olib ekiladi. Biz ham xuddi shunaqa qilib ko'chat olib ekkanmiz. Urug'i qanday bo'ladi? O'sha bug'doy urug'idaymi, piyoz urug'idaymi yo sabz urug'iday bo'ladimi? Kattaligi qanday bo'ladi va o'sha urug'lari qaysi paytda pishib yetiladi? Urug'lari mayda va yengil ko'rinishda bo'ladi, yuqoriroq shaklda bo'ladi. Urug'larini tog'lardan pishganda terib kelib va bu plantatsiyaga sepib ko'paytiriladimi? Shunday. Urug' ham ekkan yerimiz bor va bu hozirgi mana ko'rib turganimiz biz ko'chatdan ko'paytirganimiz bu o'ljan navi hisoblanadi. Qolgan fermer xo'jaliklariga namuna sifatida berish maqsadida. Mana shu oldimizda o'sib turgan shu kavrak necha yilda mana shunday holatga keldi? 2020-yilda biz ekkanmiz. Mana xudo xolasa shu yil 2025-yil may-iyun oyida hosil olishni boshlaymiz. 5 yilda shu holatga kelgan. Lalmi yerda bo'lgani uchun shu suvsiz yerda shunaqa hosil beryapti. Rivojlansa biroz sekinroq lalmi joyda. Buni obi joylarda ham eksa yaxshi natija olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni shirasi asosan ildizdan olinadi. Bittasidan yaxshi yetilganda qancha shira olsa bo'ladi? Necha gram olish mumkin? 20 gram, 30 gram minimum, maksimum olsa bo'ladi. Endi uzoq muddatli yotganlardan ko'proq olsa bo'ladi. Ungacha har 4 yilda buni shirasini olib boraversangiz, umri tugamaydi. Agar ishlov berilmasdan shu ikkitasi 10 yil, 15 yil yotsa, o'zi urug' beradi, shu bilan quriydi. Hamma o'simlik o'sha suvni yaxshi ko'radi. Hamma o'simlik suv bilan hayot bor. Lekin lalmi yerlarda ham shu natijaga erishganimiz biz uchun katta natija bu. O'zbekistonda kavrak yetishtirish. Kavrakni urug'idan yoki ildiz bo'lagi orqali ko'paytirish mumkin. Urug'idan yetishtirish uzoq davom etadi, 2-3 yil ichida rivojlanadi. Ekin maydonini tayyorlashda yengil, qumloq yoki toshli tuproqlar ma'qul. Kavrak ayrim joylarda muhofaza ostidagi o'simlik sanaladi, ya'ni yovvoyi holatda uni ko'p miqdorda yig'ish taqiqlangan bo'lishi mumkin. Dorivor o'simlik sifatida eksportga ham qiziqish bor, lekin uni yetishtirishda ekologik va qonuniy talablar e'tiborga olinishi lozim.
o'simlik karantin agentligida o'zimizda mana shu tadbirkorlar, eksportyorlar bog'langan gruppamiz bor. O'sha gruppalarga bizlar har yili yetishtirilgan mahsulotini eksportga tadbirkorlarga taqdim qilish. Undan tadbirkorlar keladi, ko'radi. Tadbirkorda familiya, ism, telefon raqami, qayerda joylashgan hammasini aytib boriladi. O'shanga qarab u tadbirkorga aloqaga chiqadi. Bizlar kelamiz, o'sha mahsulotini sifatli qadoqlab, o'sha eksport bob qilib, misol uchun Rossiya, Xitoy davlatlariga ketgandan keyin jahon bozorining o'ziga yarasha talablari bor. U talablarni bizlar bilamiz. O'sha narsani tadbirkorga tushuntirib, birinchi navbatda tabiiy tozaligiga e'tibor beriladi. Mana shu bizlarda karantin o'zida agro ko'makchi degan platformamiz bor. Har bir fermerlarimizga bog'langanmiz. Inspekt chaqiruv tugmasini bosganda uzog'i bilan yarim soat yoki bo'lmasa 1 soat ichida yetib boramiz. Bunda yaqinroq joylarga 10-15 minutda yetib boriladi. Kasalliklarga qarshi, hasharotlarga qarshi, begona o'tiga qarshi, gerbisid, fungisid, ankarasid, insektisidlar bo'yicha hammasini bizlar ma'lumotlarni berib boramiz. Bizlarning o'z vazifamiz shu o'simliklarni saqlab qolish, o'simlikni tabiiy biologik holatda sifatli qilib jahon bozoriga olib chiqish. Boburjon o'zi Jannat makon diyorimizning har bir giyohi ming xil dardga davo giyohlar o'sadi. Shuning uchun ham yurtimizda Jannat makon diyor deb aytiladi. Mana bu kavrak o'simligi qanday xususiyati bor inson uchun? Kavrak o'simligi ming dardga davo deyiladi. Suyak yemirilishi, har qanaqa ichki kasallik, teri kasalliklarga ko'p dardga davo. Jigar serozi, sahr tushirishga ham deyishadi. Hozirgi kunda Samarqand veterinariya universitetida kavrak o'simligida onkologik kasalliklar uchun ilmiy ish olib borilyapti. Bu biz uchun katta yangilik. Nafaqat biz uchun, O'zbekistonimiz uchun katta yangilik. Bu o'simlik O'zbekiston uchun katta yangilik. Hali bu to'liq o'rganilmagan, mutaxassislar o'rganish kerak-da. O'sha tibbiyot sohasida ham, agrar sohada ham boshqa hamma jihatdan o'rganilsa, bu menimcha koni foyda bo'lsa kerak. Bir paytlar mana shu Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida va Surxondaryoning Bobotog' tizmalaridagi mahalliy aholi uning shiralarini boshqa chet mamlakatlar dorivor giyoh sifatida juda qimmat summaga sotib olib ketishgan edi. Fevral oyida mana Germaniyadan mutaxassislar keldi. O'rta Osiyoda birinchilardan bo'lib organik sertifikatini oldik. Biz ham shu mahsulotni ko'rib, xudo xolasa shu aytganingizdek Afg'oniston, Tojikistonga emas, biz Yevropa bozoriga eksport qilish maqsadida turibmiz. Lalmi yerda bunaqa hosil, bunaqa mahsulot olib eksport qilish menimcha bu O'zbekistonimizning iqtisodiyotiga katta yordam beradi. Qolaversa o'sha lalmi joyda yetishtirilgani obi joyga nisbatan sifat jihati ham juda kuchli bo'lsa kerak. Masalan, qovun tarvuzlarning ham lalmi joyda yetishtirilgani o'ta shirali, mazali bo'ladi-yu. Buni Germaniya mutaxassislari laboratoriyadan o'tkazib, natijalariga ularga yoqqani uchun o'zlari kelib, o'zlari harakat qilishyapti. Shunga Yevropa bozoriga kirish uchun yerimizda organik sertifikat talablariga javob beradigan hamma narsa bor. Xorijda kavrak yetishtirish. Eron dunyodagi eng yirik kavrak yetishtiruvchilardan biri. Eron kavrakdan asafoetida nomli dorivor smola ishlab chiqaradi. Hindistonda kavrakni asosan dorivor va oshxona ziravorlari sifatida import qilishadi, ammo yaqinda o'zida ham yetishtirish loyihalari yo'lga qo'yilmoqda. Afg'oniston tabiiy yovvoyi kavrak zaxirasi katta bo'lgan davlatlardan biri. Tojikiston, Qirg'iziston, Markaziy Osiyoning boshqa qismlarida ham tog'li hududlarda uchraydi va sanoat maqsadida o'rganilmoqda. Hindiston, AQSh, Yevropa davlatlari asosiy importyorlar. Eron va Afg'oniston esa eng yirik eksportchilar qatorida. Boburjon, bu qaysi oilaga mansub o'simlik deb aytish mumkin? Hidlab ko'rganingizda chesnok piyozni o'tkirroq hidini beradi. Sarimsoq piyozining akasi desak ham bo'ladi. O'sha sarimsoq piyozdan ham xushbo'y ta'mga ega. Hozirda Hindiston riprava shaklida iste'mol qilishyapti. Men barglarini o'zimizning Qashqadaryoda konservant bankalar yopishda foydalanishyapti. Fransiya, Germaniya mamlakatlari esa buni farmatsevtika sohasi, kosmetologiya sohasida katta miqdorda ishlashyapti. Sababi hidi haddan tashqari o'tkir bo'lgani uchun ming dardga davo deb oldindan yosh katta ota bobolarimiz aytib kelishgan. Endi buni laboratorik shaklda isbotlashimiz kerak va shuni yo'lga qo'yishimiz kerak.
Mana shu Surxondaryoda qolaversa Qashqadaryoda ham shunga yondosh yana bir o'simlik borki, anzur piyoz deyiladi. Toq piyoz ham deyiladi-da. O'sha anzur piyoz ham xuddi bunga yondosh bo'lgan piyoz. O'sha piyozni ham o'sha ko'paytirishlar yo'lga qo'yilayotgan ekan. Juda bu yaxshi ishlarda mana sizga o'xshagan yoshlarimiz, izlanuvchan tadbirkorlarimiz mana shunday yurtimizning foydali giyohlarini inson salomatligi uchun yetishtirib bir yo'lga qo'ya olsak, davlatimizga ham, xalqimizga ham juda katta manfaatlari tegsa kerak. To'ppa to'g'ri. Aytgancha, albatta birinchi o'rinda mamlakatimiz uchun va o'zimiz uchun. O'zimizga, mamlakatimizga foydamiz tegsa bizdan baxtli odam yo'q. Mana O'zbekistonimizning tog'larida oshga soladigan zir o'sadi, yovvoyi holda. Toshkentda qoraqatam deyiladi. O'sha tog'larda yovvoyi holda o'sadi. Mana shunga o'xshab eng shifobaxsh o'simlik turlarini izlab topib sizga o'xshagan mutaxassislarimiz, agronomlarimiz o'shalarni ham madaniylashtirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozirgi sharoitda, hozirgi bizga yaratiladigan sharoitda hamma narsa iloji bor. Faqat mehnat qilish kerak. Rahmat Boburjon, sizga o'xshagan shu yurtimizga fidoyi bo'lgan, vatanimizni qadrlaydigan, uning har bir giyohini ko'z qarachig'ida asrab, kelgusi avlodlarga nasib ettiradigan mutaxassislarimiz, vatanparvar yoshlarimiz ko'payaversin. Ishlaringizda rivoj tilaymiz, sog'-salomat bo'ling. Tadrijiy rivojlanish tabiiylikka tayangan bo'lsa, asliyat buzilmaydi. Mabodo sunniylikka suyansa, mohiyatda uzilish va buzilish yuz beradi. Shuning uchun bashariyat ahli tabiiylikka tayangani, uning nomlarini iltifot bilib, faqat unga suyangani ma'qul. Shundagina u evrilishlar epkinida erib ketmaydi, xuddi bemavrid yoqqan qor uchqunlari singari.